Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Yeni bir qatımlıq Uçuq Söhbət proqramımızı görüşünlərini qarşıladığımız mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmənlərimiz, həməndağı məlum bolğandək, illərdən bu yan davam qılıb kiliyatqan proqramımızda millətimizə münasibətlik bolğan xilma-xil sahələrdə, xilma-xil temalarda şu sahənin mütəxəssislərini, alimlərini təklif qılıb vaxt-vaxtida söhbət orunlaşdırıb kiliyatımız bugünmü aslında həməndağı məlum bolğandək bizin adətdə bir gün burun elan berimiz. Lakin biz bir saat burun elan bədiq, tuyuqsuz. Çünki tema, söhbət qıldığan temamız bolğan bilan mehmanın vaxtı qaçan çıxışı təx məlum bolmağanlığı üçün bugün bulamdı, əti bulamdı degəndək işkin işlərdə işçidir. Tuyuqsuz vaxtı çıxqanlığı üçün bugünkü əziz mehmanımızınki dərhallam elan bədiq və huzurunada turubduq. Bugünkü proqramımızın əziz mehmini həmənə tanışıq bolğan ilgirimi ekranımızda qançılğan qatım xilma-xil temalarda təklif qılıb özünü yiraqdan bolsunmu qatnışıb kelayotqan əziz mehminimiz var. Uyğur Tədqiqat İnstitutununki tədqiqatçısı, şundaqla Səlcuq Universitetinunki ictimai tilşünaslıq doktori, hörmətli doktor Adilcan Uyğur tuncu qatım stüdyomuzga kep o'ltiribdi. Qimmatli vaqtdan chiqib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Men ko'p rahmat aytaman taklif qilganingiz uchun. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta temamiz e'landa berilgandek vatanga qaytayotgan Uyg'urlar, ya'ni Uyg'urlar doktor naqshida buni ismini nima qo'ysanglar, balki suhbatda doktor deyishi mumkin. Sharq Turkiston davosiga qanday ta'sir ko'rsatdi temasida. Bu shu yaqindan buyon ko'plab ijtimoiy fikr vositalarida hammamiz ko'rayotgan xilma-xil bularningki har xil ko'rinishlari, bu millatning xijil bo'lmasdan e'lon qilinayotgan ko'rinishlarni hammamiz oz ko'p ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Bu albatta shu yerdagi inkoslarga qarasaqlar millatimizning qanday bir inkos bildirayotganligi aniq bir masala. Biz shu atrofda suhbatlashamiz. Hurmatli doktor, hamda chuqurda ozroq kirish qilganimdek, buni ijtimoiy fikr vositalaridan ko'plab ko'ryapmiz hozir. Kun siri bu Yevropadagi va boshqa hatta Turkiyadan berib kelayotgan degandeklarni anglayapmiz, videosini ko'rmagan bo'lsaqmi. Hamda Xitoy yillardan buyon biz siz bilan va boshqalar bilan nurg'un suhbatlarni qilyapmiz. Dunyo bugun vatanimizdagi irqiy qirg'inchilikni nurg'un nufuzli davlatlar e'tirof qilib, bu Uyg'ur xalqi bunday kunni ko'ryapti degan bir paytda Xitoy buni tamoman hozirgacha hech qaysini e'tirof qilmasdan inkor qilib, o'zini aqlab xilma-xil ishlarni qilyapti. Bu shunday bir vaziyatda bu bir turkum nima desak bo'lar bu Uyg'urlarni, Shinjonlik Uyg'urlardan do'qamdi. Siz ham uning ismini qo'ysiz ekan. Bularni bir hazil savol bilan boshlay. Ya'ni bularningki vatanparvarligi, vatanni suyishi bizlarga nisbatan, chet eldagi boshqa bo'lmaganlarga nisbatan bakrak vatan suyarligidan vatanga beryaptimdi. Urug' tuqqanlarni ular bizlarga o'xshash bo'lmaganlar, boranmaganlardan bakrak yaxshi ko'rganligi uchun vatanga beryaptimdi. Bular bu nima uchun vatanga shunday bir vaziyat beryapti? Siz uchun nima deb qo'ysiz? Alda sen shu bog'lar uchun ism qo'yayli. Bog'lar uchun Manqurt Uyg'urlar desak tamoman bo'ldi. Xo'sh. Chunki zaten Xitoydan yillardan beri elib borayotgan siyosatma bir Manqurt Uyg'urlar yetishib chiqish. Agar Manqurt degan bir so'zga yoki uqumga, tarixiy, orqa ko'rinishi yoki hozirgi millatimiz saqlanayotgan shu bir ijtimoiyatni bilish uchun bizim bir necha oy burun program qilgan o'xshaga aniqlamiz qarasak bo'ldi. Manqurt Uyg'ur desak tamoman bo'ldi. Chunki Xitoyning hozirgi bir yangi Uyg'ur tipi yaratishdikining ismi de Manqurt Uyg'urlar. Sani qancha ko'paygan sari albatta buningki normal Uyg'ur deb bilganligim ta'sir ko'rsatdi, hatto da'voga texnik chunqur ta'sir ko'rsatdi. Buningki mushtaq bir vaziyatda nima ish qilib bordi? Vatanparvar masalasiga kelib qolsak, qaysi vatan masalasi muhim hamdi? Ular uchun Xitoy degan u yaratgan yoki shakllangan vatan huquqi muhimmi yoki Xitoyni vatan deb qaramdi yoki haqiqatan Xitoyning ayrilib chiqqan mustaqil bir Sharq Turkistonni vatan deb qaramdi masalasi. Butun masala millatda mushundan kelib chiqadi. Agar Xitoyning nazaridagi bir vatan do'qisini harakat qilgan bo'lsa, barodi, davomli barodi. Hatto buni ergashib mangdigan jiq Uyg'urlar bo'lishi mumkin. Bundan keyin
Eğer navada biz ta'kidlab atgan yoki haqiqiy bizning Uyg'ur ironligimizni aks ettirib turgan yoki zulmning tegidiki yoki Xitoyning nazaridagi Uyg'ur yoki Sharq Turkiston degan nuqtadagi yoki biz yillardan beri ajdodlarimiz kurash qilib qilayotgan shu Sharq Turkiston zaminini vatan qilish uchun qon badal tülgen a zemin bo'lib qolsa, u vaqtda vatan boshqa ish bo'lgan bo'ldi. Ya'ni vatanni biz Sharq Turkistonlar o'zimiz iniqlim beramiz, Xitoylar emas. Xitoylar bergan iniqlama degan vatan bo'lsa, deganimdek bu ishlar mushakkallar ma'noganligini, ammo o'zimiz bir Uyg'ur millati yoki Sharq Turkistonlik bo'lishib bilan biz iniqlim bergan bo'lsak, a jo'g'rafiyaning haqiqiy xo'jayini biz deb o'ylagan bo'lsak, bu boshqa bir vatan. Demek ki bu yak ayak ba Uyg'urlarning nazaridagi vatan biz o'ylagan o Sharq Turkistonlik o'zi iniqlim bergan o vatan emas. Xitoyning sizib bergan vatan. Xo'sh. Bu demek ki bundaq bir masala kelib chiqdingiz. Demek ikki xil kimlik o'tirib chiqyapti. Birisi Sharq Turkistonning o'zining haqiqiy vatan deb qaraydiganlar, yana birisi Xitoylarning ki Sharq Turkiston besvag'ining beri yillardan beri Uyg'urlar boshliq Sharq Turkistonliklarga shakllantirib turgan vatan hukumi. Xo'sh, xo'sh. Mushu ikki nuqtadan tushunsak balkim texnik oson bo'lishi mumkin. Xo'sh. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, endi mushu albatta bu tema hozir mushu ko'rinishlar jiq o'tirg'a chiqqandan buyon har xil ijtimoiy shuruatlarda millatimiz tegishli inkoslarni beryotdi. Diniy sohadagilarni gap qilyotdi. Bu to'g'risida biz inshaalloh oldimizgi kunlarda balki texmbak bugun biz diniy sohaninki bu vaqtdagi fikrga bunga kirmaymiz. Siyosiy sohaniga kirmasdan faqat doktorninki sohasi bo'lgan jamiyatshunoslik nuqtasidan bu masalani suhbatlashishga tirishimiz bugun. Endi siz yuqorida deb o'tgan, hatto siz tilg'alib o'tdingiz, biz o'z vaqtida manqurtlashgan Uyg'urlar haqida bu manqurtluq temasida suhbat qilgandik. Ko'rmagan ko'rmalarimiz bo'lsa, uni ko'rsa texmbak siz hozir tilg'alib o'tgan nuqtalarni tushunishda foydasi bor. Endi bu chiqayotgan masalan bir inson endi bugun normalda sog'lom bir tabiati buzilmagan yoki Xitoyga tamoman setilib ketgan, men qanday qilsam Xitoyga ishlayman degan maxluqlardan boshqasi normal bir chet elda da'voga aralashmay bulunbushqoqda yurgan inson bo'lsa-mu, bundaq bir vaziyatda butun dunyoda Uyg'ur bo'lmagan boshqa millatlar bizning vaziyatimizga ko'ngil bilayotgan bir vaziyatda bosimi, ya'ni o'zining shaytoniy nafsiga agishib ketib, bo'lgan bo'lsa-mu, o qilayotgan ishlarni ko'z-ko'z qilib bilgan bu millatning davosiga palti chapadigan ishni qilmasdan, ya'ni bulunbushqoqda mukib yurib bosimi bor demdi. Buning oqidan chiqishidagi bu psixik holat nima endi? Bu ko'z-ko'z qila olishi, ani qildim, mani qildim deya olishi. Chunki bu chet eldagi da'vog'im boshqa odamni ko'rdi chunki u narsalarni. Demek ularninki bu mushunda qo'yiladigan Uyg'urlarniki soni ko'payayotganligini bir ifodasi qarshi tamamen. Uni ustiga hozir iborat bu sosyal medyada har qanday bir böyle qanday xohishga yoki qanday bir dunyo qarashga Uyg'ur bo'lsin, o'zini ifodalaydigan bir so'rin bo'lib qoldi. Yillardan beri Uyg'urlar bu o'zini ifodalash uchun bir sahna topolmagan vatanda. Mey yaxshi olsun yoki yomon Uyg'ur olsun yoki foydali ishni qilgan, go'zal ishni qilgan Uyg'urlar bo'lsa, yoki mana o'zini ifodalamay qilayotgan nachar deyiladi, nachar xarakterlik. Bu Xitoyning undaq bir mustabid bir sistemasida Uyg'urlar amal va ifodalamay qolgan. Ammo sosyal mediadan iborat bu shaq bir vosita orqali o'zini noati erkin ozada ifodalab qilyapti. Ya'ni bizda Uyg'urning madaniyatida bir yomon ish qilib qo'ysa, xijil bo'lgan ish bor. Demak, xijolat tuyg'usima yo'q bo'ldi degan gap amaliyotda Uyg'urniki allburun qimmat qarish bo'lgan hayot tuyg'usidan bo'yin chiqib ketdi degan gap. Ya'ni Uyg'urniki haqiqiy kimligidan xo'sh. Ya'ni diniy kimligini asos bo'lgan, dinninki asos Payg'ambar alayhisalom so'ragan vaqtida qimmat nima deganda hayot ekan. Ya'ni agar Allohning hayot qish boshqa bir masala, ammo sen oyat bo'lgan bir jamiyat yoki bir guruhninki qimmat qarashlariga hech qanday hurmat qilmay, onunga hayosizcha o'zini ko'z-ko'z qilish u ayrim bir masala. Demak, o'zini shu Uyg'urning qimmat qarashining doirasida deb qaramaydi. Ya'ni yillardan beri debat qilib yanlar Xitoyning o sizib bergan o yangicha Uyg'ur kimlik aslida allburun kirib shu bu harakat qilyapti degan gap. Amaliyat bu nima bo'lib taqish desangiz, ya'ni Xitoyninki bu mustamlaka zihniyat ideyasi bilan Xitoyninki siyosiy madaniyatdagi bir ifodasi bo'lgan mustabid hokimiyat sistemasiga taqildi deb tushunsak bo'ldi. Bu ijtimoiy jamiyat to'g'risidan qaragan vaqtimizda bir nadonlik deb tushundiray. Hozir shuni setil deb dedingiz, shundami?
Setilish emniyetli bir anlık bir hareket yani satıdı. Bilip durupçu. Hoş. Ama setilganının kim farkında yani tunup yetmegen bularning ichi Uyg'urlar bo'lishi mumkin. Allah bunu setip ketganligini, qilgan amallarining ish harakatini yoki mush harakatlarniki Xitoyga foydali ekanligini anqiramaydigan darajada bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Dal berk manqurtlar da shunday odamlardi. Manqurtlar. Ya'ni qilayotgan ishi o'zining irodasi bo'yicha emas, ularni boshqarayotgan, kontrol qilayotgan, idora qilayotgan, hukmronlik qilayotgan hokimiyat sinfining irodasi bilan harakat qilgan odamni biz manqurt deymiz endi. Xitoyning siyosatiga foydali ishlarni qilish yoki mush bo'yicha harakat qilish manqurtlikning eng cho'ng bir tipik ifodasi deb qarasin. Jahillik deganim biz dinasi bilmaydigan jahil deb qo'yib unda emas. Xo'sh. Dinasi bilmaslik uchun turadigan biz jahil deb qaraymiz. İnsan hem narsa bilib ketmaydi. Nayt normal. Xo'sh. Hem narsa bilib ketdim degan inson yolg'on aytgan bo'ldi. U mumkin emas. Bu koinot degan son-sanoqsiz bu. Bu mantiqqa uyg'un emas. Bir narsani bilmaydiganini bilmay ching turib olish va o'zing fikrida buni yaqlash bu dal jahillik. Xitoy siyosati shu ham Uyg'urlarni nodon qoldirish. Sharq Turkistonning kommunistlash xalq qilish to'g'rima, yanglishing qatorliqqanninki va boshqa Xitoy hukumatininki siyosatni Uyg'urlarni nodon qoldirish maqsad reallikni haqiqatni tushunmasin. Bizim siyasetniki mahiyetini bilip yetmesin degan maqsadda. Nodon bo'lsa, oldi bilan hokimiyat qarshi emas, o'zaro bir-biri bilan jidal qiladigan gap. Buni Xitoylar yaxshi bildi, Xitoy hokimiyati. Ular siyosiy metin sinib ketgan bir hodisa. Nodonlik deganki bir necha xil tarafi bor bizga nisbatan. Men buni har zaman masalani Xitoyninki mustamlika qilguvchi salohiyati va biz Sharq Turkistonlikni mustamlika qilguvchi munosabat nuqtasini tushundirsak, vatanni bo'lib o'tgan vaqa bu zulmlar, irqiy qirg'inchilik va chet eldagi Uyg'urlarning bu qadar sukut qilishi va yoki hozirgi sharoitimiz sizlab o'tgandek vatanga berib kelganlikka ko'z-ko'z qilishni amaliyotda shu xil munosabat nuqtasini tushundirsak, menimcha ham bir xil ilmiy va keng shu masalani dal o'zini tushuntirib bergan bo'ldi deb qarayman. Balki farqli ko'z qarash ham bo'lishi mumkin. Bu nima degan gap desa, Xitoy mustamlika qilguvchi. Aniq. Sharq Turkiston zemini va uning ustidagi Uyg'ur boshliq boshqa turkiy millatlarni. Maqsad zodi nima? Oldin uni kontrol qilish. Kontrol qilishni qanday qildi? Butun narsani kontrol qildi. Siyosatni kontrol qildi, iqtisodni kontrol qildi, ma'rifni kontrol qildi, ideologiyani kontrol qildi, hatto diniy sifatni kontrol qilishtirishdi. Bu hozir men Xitoylarning hozir qilayotgan islomni xitoylashtirishning ifodasi dal mushu. Xitoylar bu kontrol qilishning o'zini asosiy maqsad deb qaragan bo'lg'achqa, Uyg'urlarni, ya Sharq Turkistonliklarni assimilyatsiya qilaydi. Onundan boshqa assimilyatsiya qilishning doirasida bizning nazarimizga Uyg'ur emas, Xitoylarning nazariga yangicha bir Uyg'ur kimlik shakllantirdi va mushu bo'yicha Uyg'urlarni qilishga mushuni qistaydi. Xo'sh. Bu ajoyib xatarlik narsa. Qarasangiz, ko'rinishda Uyg'ur, fizikalik jismoniy jihatdan, ammo uning ideyasi, xohishi boshqa bir narsa. Xitoylarningki kontrolga kirib olgan bir iroda. Shularningki matamaq yedisi shu shaklda yeyishga tirishadi. Mana shu shaklda usul o'ynadi desa, usul o'ynadi, ammo Uyg'urcha emas. Xitoyning ideyasiga ketgan usul. Xitoyning ideyasiga ketgan tamoq yeyish shakli. Xitoyning ideyasi singib ketgan tafakkur qilish shakli. Xitoyning ideyasiga ketgan itoat qilish shakli deganda bu bak xatarlik ahvol. Ya'ni nodonlik dedik. Demak, bu yerga vatanga borgan Uyg'urlar, manqurt Uyg'urlar deydi. Xitoylarning demak mustamlik qilib salatini tunib ketdi degan gap. Bu bir ig'ri jahillik. Buni bilishning kitob o'qish ketmaydi. Normal angliq bir Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, azıq tefekkür qilgan bo'lsa, Xitoyniki mustamlika qiluvchi ekanligini aniq bilaydi. Nima desa, hayotida bu shu Uyg'urlar, bu shutoq Uyg'urlar. Xo'sh. Cho'qim ayrimchilik duch kelib vatanda. Yuzi bo'lmasa, qo'shnisi. Qo'shnisi bo'lmasa, urug' tuqqanlari. Do'st birodarlari. Avtobusda ayrimchilik duch kelgan bo'lishi mumkin. Vatanda. Avtobusda, ish o'rinda, tijorat qilgan vaqtida, yoki ish topgan vaqtida, yoki bankka borgan vaqtida har qanday amiyus o'rinda cho'qim ayrimchilik duch keldi. Ayrimchilik kelmagan Uyg'urlarning bo'lmasi mumkin emas. Chunki Xitoy hukmron millat. Xitoylar buni Uyg'urlar his qilmasmi? Uni Xitoylar his qildirdi. Qadamda bir his qildirdi, so'zlar his qildirdi, harakatlar his qildirdi. Uni his qilamiz, zo'm bilan his qildirdi. Uni his qildiramiz Xitoylar irqiy qirg'inchilik qildirib, o'zining hokimi millat ekanligini his qildira oladi. Demak, bu shunda Xitoyning ham men zot mustamlikchi deb bütün ish harakatlar ifodalanayotgan, gazlanayotgan vaziyatda Xitoylarniki bu mustamlikchi salohiyatni bilmasligingizni jahillik, hatto jahillikni o'tab ket desak bo'ladi. Bu hukmni ifodalasak bo'ldi.
Yani Xitaylar devatı men müstemlike kılvatı zaten senelerce. Onun ismi Uygurlarni azatlık kılış, erkinleştiriş, medenileştiriş veya ki terakki kıldırış bozma onun namı. Ama Xitayning bütün iş hareketi siyaseti del muşundak. Yani Uygurlar elki yazsıma, küzde yim basıma Xitaylarning bu zulmü zaten his kıldırış gerek. Demek his kılaman. Demek bu nime? Manqurtlaş deyen gap. Çünkü anınki Xitayning iradesi hareket kıldı deyen gap. Xitayning salayetini bilmedi deyen gap del muşun bir ifadesi. Bu üzüm müstemlek kılınmışı. Bunu qanday bilamiz desek, agar biz tarix o'qish kursimiz yo'q shundanmi? Tarixni bizga haqiqatdan o'qiyamaymiz. Xitoylar o'zi bormulangan yoki o'zining siyosiy asosi shakllangan va yoki ideologiyasini asos qilib shakllantirgan bu ideyasiga asosan tarix uyutadi bizga. Ma'rifat sistemi shundan shakllangan. Demak, buni bilishimiz, buni bilmagan taqdirdami, ammo Xitoyning bevosita zulmi o'zimizning mustamlika qilinuvchi kimligini bilishimiz kerakdi. Mandaq degan vaqtida biz Uygurlar, Uygur kimligi, Sharq Turkiston kimligi bilan harakat qilamidik, qilmayapmiz. Agar qilgan bo'lsak, boshqacha bir unum yaratilgan bo'ladi. Ammo Xitoylar bizning hech bir qatan Qashqarlik, Xo'tanlik yoki sen sunni yoki sen shi'i, yoki sen radikal, yoki sen radikal emas, yoki sen ziyoli, yoki sen dindor degan nuqtadan muomala qilmadi. Bizga bir butun Sharq Turkistonlik kimligi, bir butun Uyg'ur kimlik nuqtasidan muomala qilib turib, mandaq siyaset elib bordi. Yani Xitaylar bizning kimligimizni bizim bekrak ala tunib yetib siyaset mushu bo'yicha yapmanganlik uchun şunu bu siyasetniki oxirgi pallasi irqiy qilinish bo'ldi. Asli bu intayin muhim. Yani biz kimligimizni parcha-parcha tushungan bilan, bir coğrafiyani asos qilgan, bir millatni asos qilgan, tushunmagan bilan Xitaylar bir jamqi qilib manda muomala qildi. Chunki kimlikning ikki tarafi bor. Bir tunish, bir tunilish. Xitoy bizning tunuga vaqtida beputun tushundi, beputun o'yildi. Shunga qanday qildi? Bizim bir qilgan, bizim birga ep keldigan, bizning haqiqiy Sharq Turkiston zamininiki xo'jayini qildigan, davlat quradigan AAN qaysi kimlik? Sharq Turkiston kimligi bilan Uyg'ur boshliq turk tilli, turk millatları, ayalik millat. Xitoylar amal va buni parchalab, o'ziniki ziddiyatni urug'ini chechib, mashakil harakat qildi. Demak, ular uchun xatar qilgan ikki kimlik masalasi. Ammo biz uning usuliga debga usul o'yindik. Bu dal manqurtlikning ifodasi. Bu bexatarlik. Bu cahillik. Tushunsak bo'ladi. Ya'ni mustamlika qilguvchi kimligimiz ne biz tunib bitilmagan Uyg'urlar u yerga boradi. U yerga berishim o'zimga dal o'zining irodasi bo'yicha emas. U balki bizdan bordim deydi, ammo Xitoy sizga yo'lamangdi. Demak, sen hech qanday irodaning bu yerda yo'q. Faqat sen eng boshda berib vizalarsan. Bir teatr va teatr. Sen rolsi faqat. Shu ssenariyni yozmaysa bu yerda. Ssenariyni kim yozdi? Qalam kimning qo'lida? Kuchning qo'lida. Kuch kimning qo'lida? Xitoyning qo'lida. Xitoy qanday mustamlik qiluvchi millat. Onda o ssenariyni siz u yozdi. Sen oynaysan. Faqat sen oynaysan. Yani bu yerda yani gapni siyat bilan deganda balki ilmiy bo'lmasligi mumkin. Maymun, boshqa bir narsa emas. Manqurt yani. Bu da xatarlik endi. Agar bir inson bo'lish sifatimizdan o'zimizning irodasini bir hukmron zolimniki irodasi bo'yicha emas, inson bo'lish sifatimizdan o'zimizning qimmatini o'zimiz yaratadigan ishni qilmasak, o vaqtda shu maymunga manqurtga aylanib ketamiz. Yani men o'zimning qimmatini o'sha zolimlikka qarshi turish orqali ifodalasam, anda men o'zimning qimmatini aks ettirgan bo'laman. Zolim turib hamisha qila oladi, ammo men nimishqa haqiqatni e'tiqod qilamiz, shuni izlaymiz deyotgan odamlar nimish qarab turadi yoki ulan deb usul o'ynadi. Masalan, dermishada onunki bu ishniki bilmagan jahillik tarafi. Chunki bu bilmagandan bilmaslikni yaqlab olgandan bu masala bu aydınlaşmasa manqurtlar chiqaverdi. Yaxshi insonlar yoki vijdoni qaynaganlar chiqib turaverdi. Ammo aktiv bo'lgan insonlar bo'lsa, bundan qarshi chiqa oladi. Shu demak bizda ijtimoiy kontrol, ijtimoiy besim degan demak ojizib ketdi degan gap. Bularga inkas qaytmay. Uni men oxirda men so'raymayman. Uning ikkinchi bir sababi bor. Bu intaymi manfaat. Intay o'tirdi. Qanday manfaat esa Xitoy ta'minlab bergan manfaat. Bu tijorat qilish mumkin. Arliqcha ishladik. Yoki vatanga berib kelib urutib qolib ko'rishdan iborat. 11 manfaat bo'lishga shaxsiy manfaati. Yoki o'z vaqtida pensiyaga chiqib Xitoydan mayada ya xotirjam turib yashab, maosh olganlar bo'lishi mumkin. Manfaat yani. Manfaat agar shaxsiy manfaat, kollektiv manfaat emas. Shaxsiy manfaat agar bir insonning oldida har zaman birinchi planga chiqib qolsa, u o'zi oid bo'lgan guruhga yoki millat yoki jamiyat yoki vatandoshlik deydi, bir davlat.
onun menfaati 700 TL. O bir xatarlik adam. Çünkü menfaati ama emniyet ziyan uçuruluşta muşu mankurtlaçı. Çünkü menfaati kısa müddetlik. İnternet kısa müddetlik. Uzun müddetlik emez. O menfaat hemen bir gün tügeydi. Hemen bir gün tügeydi. Ben degenimde bazıları ticaret endüstrisiyle menfaat. Bazıları yolunu açı alsam bekrak iş kılaman diyen maksatla. Bazıları urusqalarımı ekip alamaya, kürüp alman diyen menfaat bilen. Yani bir yerde tamamen pidakarlık, semimiyet diyen nesi yok, menfaat. Bu menfaat boğan vaxtıda manqurtunu bula alaysız, vatanımı setiri talaysız. Setiri işleyince kolda bir yerxette buluş meselesi emez. Ve Şarkı Türkistan'ın menfaatlik ziyalılık, yaki Xitayning siyasi paydalık işler olup kalsa, aynen düşünsek buldu bunu. Manevi cihette setişte bu. Qandaqdır maddi bir nasip olamaz. Çünkü Şarkı Türkistan zemini bizim hücudar biz, hiç kim iqtidar çıkılamaydı. O hiç kimin mülkü emas, bizim mülkümüz. Bu menfaat üçüncüsü korkuş. Bu intayın mühim psikologiyada yaki Xitay bilen biraz Uygurların azıcık psikik ahvalı Xitayning noktasının. Çünkü Xitay mustabit bir devlet. Mustabit devletin ki maiti. Qandaqsınız? Mustamliki qilg'uchini davomli kontrol qilishni o'ylaydi. Davomli. Kontrol qilishning nurg'un vositalari bor. Hammadan muhimi psixologik jihatdan besim bilan qo'rqitish. Besim qiladi. To'xtamay. Ailengiz orqali besim qildi. E'tiqodingizni orqali besim qildi. Iqtisodiy vositalarga besim qildi. Ma'rif orqali besim qildi. Undan keyin qo'rqitish orqali besim qildi. Qo'rqitish mustamlika davlatlariniki eng cho'ng psixologik quroli. Eng cho'ng. Qanday qo'rqitsangiz, masalan, her vaqt bir düşman yaratadi. Masalan, bazı Uyg'urlar düşman yaratgan bo'lishi mumkin. Haqiqiy do'st biz bu chatel da'vo qilgan emas, düşman. Bak, mushular da'vo qilganlik uchun sen xotirjam baramayotsa, mushular da'vo qilganlik uchun vatan zulm bo'lyotdi. Mushular da'vo qilganlik uchun Xitoy yerda siyosatni yo'l qo'yib Uyg'urlarga besiq turishga harakat qilyotdi. Yillardan buyon sapsatisi shunga. Sebebi del mushu. Amaliyotda del qo'rqitish bu. Yani düşman yaratish. Xitoyning ichida deyli, Sharq Turkistondagi Uyg'urlar, ya Sharq Turkistonliklar eng cho'ng düşman. Düşman yaratdi. Chet elda bo'lsa kim? Da'vo qilyotganlar. Davlat 90 yil o'tgan vaqtida Amerika, Yaponiya qatorliqlar. Tarixda bo'lsa Türk devletleri. Manda tushunsak bo'ldi. Ondan keyin bu düşman yaratib bo'lgandan keyin albatta siz o'ylaysizlar. Bu tabiiy holda bu yerda Uyg'urlar turusida bir bo'linish kelib chiqadi. Bo'linish. Ishonmaysiz, Allah burun Xitoylar mushunday qo'rqitish orqali Uyg'urlarni bir ishonmas qo'yitdi. Demak, bu da'vo qo'tlab bizga bunday qilgan bo'lsa, albatta biz nima ish qilmoq qilamiz. Shunga singanimizni yeb, uyda o'tirmish kerak ekan yoki ertangi yo'l ochilsa basak bo'ldi ekan degan. Doktor ham mashada siz abay deb o'tdingiz, bu bir qancha nuqtadan sifatladingizda. Ammo shu bag'allarning bilgan shu sap chiqargan nimali videolarda 7 yildan keyin, 10 yildan keyin, hatto 14 yildan keyin ko'rish u deb yig'ilgan ko'rinishlar u bu ko'rishayotgan. Yani bular hamda har qaysi davlatlarda shu erkin devletlerde şu yerden puhrası boğucu yaşap ve vatanımızda buluvatkan nurgun işlerini, kulukun tıkıvası mı akbaratlarını anlaydı. Yıllar boyunca alakası üzülüp kaldı. Yani bu tecavüzcünün elbette zulümeden, bastırışıdan bulamın nisibesine elip yaşayanlar mı? Elbette. Bu bugün hem de bugün şu Xitayning bularning berishini xuddi ba'zida deyotgandek mesela hiçbir cihetten bir doğru düşünüş yoki manda bir sebep vardı deb düşünüş imkanı var mı yani? Bazılar mesela ictimai inkaslar qarsak hatta şu tarafım bazı özünün vataniga bordiği mesela bu butunlay cheklab butunlay buna inkar qilsak qanday oldu o bu degandek açmak fikirler var mesela bu. Bunu hem de siz hem de çünkü bu Xitoy bu çoğun bir plan bilen bu yolda geçivatkanlıqını normal bir akıl egesi düşünüş gerek bunu hem de. Çünkü bütün türme halatında hiç kimle alakalaşmıyor diyen bütün ne guvahçılarımız guvahlık badi ve bizler mesela ata-anamızdan, urug' tuqqanlarimizdan hayat tirikligini bilmemiz. Hiçbir alaka yok mesela. Köpünçe halkımızdan chet eldiki. Muşundan bir vaziyette xuddi hamma ishlar uchuqdak, normal xalqan inson berib chiqib keladigandek.
bu vaziyatni, bu havoni yaratishga tirishishlar hamdi. Buni hamda ashundan zulm ko'rgan bu maxluqlarning bilgan u yerga berib rohat berib kelishini, buni qandoq bir shaklda, ya'ni na ularning o'zining aqlishi, na chet eldagi birisininki ularning qilayotgan ishini to'g'ri tushunish imkoniyati bormi? Har qanday bir nuqtadan ham. Yo'q, qat'iy imkoniyat yo'q. Hozir siz zulmga uchragan maxluqlaringiz shu eng ko'p asli zulmga uchragan deyli. Eng bichoralar mushlar desak bo'ladimi? Acaba bichora insonlar. Nimishqa bichora deyman degan vaqtida, aniqdan da'vo qilayotganlar yoki buni vijdoni qaynaganlar hech bo'lmasa bir Xitoydan joq tundigan yoki qarshi chiqayotgan, imkoni qadar chiqayotgan odamlar, zulmni tunib yetgan insonlar. Hemen mandaq kelmay, Xitoylar mandaq ekan deb mayitni tunib harakat qilayotgan insonlar. Bunday inson, qanday inson degan vaqtida men shunday o'ylayman, demak o'zining qimmatini tunib yetgan insonlar. O'zining qimmatini. Bir inson bu üst bilan insonning qimmati zulmga uchraganda, haq-huquqi deb sanaqan vaqtida bu qat'iy bo'lmaydi. U insonning sharafiga izzizlik xususiyatiga xilop tunib yetgan vaqtida buni vijdon qaynagan insonlar. Ama bu insonlar siz degandek mushunchalar zulm, mushunchalar Xitoyning o'yini, ilmiy fikirlari, yoki irqiy qirg'inchilik, hozirgidek bu ijtimoiy taratqular yoki xabar, uchur bombardimonlari bo'lgan ahvol ostida bilmaslik mumkin emas. Bu shunday butun haqiqatdagi ko'zni yumib yashagan va mushni bilmaslik sevagan yoki bilsima jim turgan va yoki faqat tunib bitmagan yoki Xitoyning tashviqoti uchun mangan bu Uyg'ur deyli, manqut haqiqatan bichora. Bu intayin bichora. Chunki samimiyati insonlik xususiyatlarga aloqan qolmadi degan gap. İnsan insan qilgan nima degan vaqtda shu insonning izzizlik hamdi. O'zining qimmatini qo'llashdan iborat xususiyati. Bu qimmatni biz qanday bilamiz degan vaqtda o'zimiz e'tiqodini olamiz. Biz nega tavagan bo'lsak, shu yerdagi qimmat qarashini olamiz. Biz nega tava? Sharq Turkistonlik tava. Sharq Turkistonning bir dunyo ko'z qarashi va e'tiqod shakllari va qimmat qarashlari va urf odatlari va an'analar va biz qilgan kimlik. Biz uni asosan o'zimizning qimmatni o'lchaymiz. Xo'sh. Biz yaratgan Allohningki mizoni uchun uni o'lchaymiz. Biz bunu o'lchsak o'zimizni qimmatni qilgan bo'lamiz. Chunki biz qilgan bu narsa. Demak, u yak bo'lgan inson demak bundan mahrum degan gap, bundan degan bichora degan gap. Unda olki asli haqiqatan bu shular bir sharoitda bu bichoralik hamda bu bichoralikning ahvoli haqiqatan echinishlik. Ham bu yerda xor bo'ldi. Xo'sh. U oxiratimizni o'qimaymiz. Bir ishimiz. Bu yerda xor bo'ldi, masala mishadi. Siz degan o masalaga kelib qolsak, bu shunday sharoitda aqli g'olib bo'ldi. Buni aqlash psixikada bir gap, agar bir inson xato qilib qo'ysa, uni aqlaydi zodi. Agar bunda pishib bitilgan inson bo'lib qolsa, xarakteri pishib bitilgan. Xato o'z xato, hamma xato qilib e'tirof qila oladi. Qaytadan o'zini bir ko'zdan kechirib chiqdi, kontrol qilib chiqdi. Azar nimani xato qildim, o'z bilan yuzlasha oladi. O'zining kimligi to'g'risida qaytadan o'ylana oladi. Men kimdim? Men qaysi millatga tavatim? Hozir men qanday sharoitda uni qaraya oladi. O'zining yiltizni qarab chiqa oladi. Va shuni asosan o'zining qaytadan bir harakat planini yoki ratlashga isloh qilishtirishdi. Ha, u xatolik aniq, hammadan uqdi. Normal bir Uyg'urni o'qimaydigan bir odamga mana ahvol ekan desa, u odam ochiq keldi. Mushunday shulan deb, shu mushunday sharoitda ishda qilamizlar deydigan. Bu aqlashning boshqa bir narsa emas. Mayli u bag'alini aqlsin va yoki chapar yapsin va yoki nim bo'lib ekan bo'lsin, hammasi amaliyotda shu bichora Uyg'urlar bilan bichora demaydi, tirnoq ichida deydi. Shu manqul Uyg'urlar bir kategoriyaga kirish tamoman bo'ldi deb qarasak bo'ldi. U harakatni e'tirof qilganlik, muoyalashtirlik amaliyotda Xitoylardagi irqiy qirg'inchilik degan shu zulm siyosati yoki Uyg'urlarning boshqa bir qilibqa, boshqa bir kimlik asosida yapag'ana harakat shaklini e'tirof qildi degan gap. Xo'sh. O mustamlikchining kimligini e'tirof qildi degan gap. Bu o'zining mustamlik qiling'uchi kimligini e'tirof qildi degan gap amaliyotda. Shu bu aqlash amaliyotda o'zining xatoligini yepishdan boshqa bir narsa emas. O'zining qilgan ish harakatini amaliyotda bunda bir nimaga asosli turg'izilish. Asos qilg'izish deydi. Kichik bola ishda qildi. Bir xato qilsa e'tirof qilmadi, yo'q, unda qildim, bunda qildim, bana qiluvchi. Demak bu kishining xarakteriga jihatdan pishib bitilmaylik bir ifodasi. Texi bu psixologik bir balaga yetishlar uchun bolalarniki. Shu 3 xil davr bo'ldi ekan psixologiyada balaga yetish. Bular hamda hissiyotning kelib ketdi, xarakteri to'liq shakllanmagan bo'ldi. Tashqi dunyoning ta'siri ko'p uchraydi. Biyologik jihatdan kelgan, jismoniy jihatdan kelgan o'zgarishlar bilan hormonlari astin-ustin bo'lib, boshqa bir biz cho'nglarni farqli harakat qildi yoki
tuyuqsiz bir-birisiga zid bo'lgan harakatlar qilib tashlaydi. Muqim bir dunyo ko'z qarash yoki qimmat qarashlar to'liq bir pishib bitilmagan bo'ldi degandek alomatlar bor. Demak, adam 50 yosh, 60 yosh kirsin agar o'zini bunday bir kimligi, xarakteri, dunyo qarashi, qimmat qarashi o'ttamasa yoki pishib bitilmasa, demak shu balog'ga yetgan odamlar qilish mumkin yosh bala deb. Ammo balog'ga yetmay turibmi, eslab ketgan bolalar bor. Belki o bala o herkes o yerine okumakçı emas. Belki demek şu oğlum pişip bitilmeyen bir karakter, psikik royalet otur bad yenge. Yani bazı milletler diyor aslında psikik hayatı pişip bitilmeyen küçük balalar dek 6 yaşlık 10 yaşlık miyaz var dep çok. Belki başına yitilmeyen insanlarla buluşmak mümkün bu. Şu aklaş onu doğru şundan bir narsa emas. Yani dedim bu insan iki şekilde bir binesine tunup yetiş mümkün. Bir tefekkür şarkılık. Biz o'qish orqali, bilmelish orqali, to'xtamay vaziyatni kuzish orqali, bir narsa mayni tunib yetish orqali. Bu tez ish endi. Xo'sh. Ammo hozirgi sharoitda bu tunib yetmasiz Xitoyda tunib qo'ygan o'zini. Qanday bir zolim ekanligini bütün siyosatlar ham, bütün ish harakatlar ham tunib yetkazuglik. Mush sharoitim tunib yetmadi degan gap, yoki mush sharoitimni Xitoyni belgilab bergan, bizni yo'l qo'ygan, qaratgan siyosiy harakat qilishning o'zi dal o'zi Xitoyni tunib yetmaganlik. Xitoyni tunib yetmaganlik deb o'zining kimligini tunib yetmadi deganlik. Ya'ni sen kim ekanligini bilib yetmading degan gap meydi. Yelg'u Xitoy ekan, kim ekanligini, kimga tabiiy ekanligini, qanday bir millat ekanligini bilib yetmading degan gap. Shuni aqlashning hech qanday o'rni yo'q edi. Aqli bo'lgan ish emas bu. Ne ular o'zini aqliy oladi, ne millat aqlaydiganlar ularni hiçbir şekilde. Xato. Bizning o'lchimimizni xato nisbiy bo'lishi mumkin. Hammadan to'g'risi yoki yaxshisi, go'zallik ko'z qarashi, bu rezillik ko'z qarashi, to'g'ri xato, rezil bu degan hammasi nisbiy bo'lishi mumkin. Ammo biz bir Sharq Turkistonlik bir Uyg'ur bo'lishimizdan bizning o'lchimiz nihoyat aniq. Bu aniq. Biz bizning o'lchimiz nereden asos keldi desa, bizning da'voyimiz nima? Sharq Turkistonlikniki bayashat turmush kechirishi, mavjudlikni ilelbet davomlashtirishi qiyomat kunigacha. Bizning o'lchimiz bu bo'lishi kerak. Bu o'lcham burunqi bizniki kurash qilganlarma davası mush bilan kurash qilgan. Hozir davani sepidikilar, boshliqlar mushda kurash qilyapti. Agash kuchlar mush bilan harakat qilyapti. Bizning o'lcham bu. Chunki biz bu o'lchamdan olamiz, e'tiqodimizni olamiz, jo'g'rafiyaga tavoqli kimligini olamiz, qimmat qarashimizni olamiz, millatimiz tarixini olamiz, yiltizini olamiz bu narsani. Bu bizning o'lcham. Bu o'lchamga asosan biz ham de hukm chiqishga tirishimiz. To'g'ri xato boshqalarning masalasi, ammo bizga nisbatan bu to'g'ri. Chunki biz ayyaniki Sharq Turkistonlik. Ammo Xitoy anda olmadi. Xitoy dal ta'tiri. Mushu biz qimmatli deb qaragan bütün kimliklarning dal ta'tirisini ular boshqasini qildi. Sen davlat qurib boqma hayotingda. Qattiq qurib boqmagan. Davomli sizlar Uyg'urlar, u yerdagi jo'g'rafiyadagi insonlar Xitoyning suallariga tabi bo'lib yashagan bir millat. Madaniyatinglar tuvan. Madaniyatni biz ep keldik. Yani ular o'zi bizni ta'birlab, bizni iniqlab shu bo'yicha siyosat elib bordi. Xo'sh. Demak, mushu siyosat, ya'ni Xitoyning siyosati, Xitoyningki shakllangan kimlik bilan harakat qilingan bo'lsa, bizning nazarimizdagi kimlik bilan emas, yoki Sharq Turkistonlik nazariy kimlik bilan emas. Xitoyning nazariy kimlik shakllanayotgan kimlik bilan harakat qilsa, u vaqtida o iniq desak bo'ladi, hech qanday bir eğimlishning hech qanday hojati yo'q. Bu biz uchun to'g'ri emas. Qat'iy to'g'ri emas. Shunga aqlash, demak ko'z qarash aniq emas degan gap. Chunki siz o'ylab boqing, agar siz bir narsa nima degan savolga javob beramiz, Xitoy zodi kim? Sharq Turkiston zodi kim? Buning mohiyatini yoki bu masalani bilmasangiz, bütün ish harakatiniz xato ketadi degan gapda endi. Qo'rqishga bir narsa ko'ksizbay, hani biz musulmon bir millat. Musulmon bir millat. Biz qo'rqish degan vaqtida birdan bir tek yegona qudrat Allah debmiz. Biz Allah'ın rahmetini qo'rqishni bek ensaramiz hamdi. Shunga namazimizda Allohu akbar deymiz, bu yerda tek birdan bir yegona qudrat yisi siz ibodat qilamiz. Uni boshqa pul olsun, hakimiyet olsun, kuch olsun, nim bo'lishini qatnasar birdan bir bo'ysundigan, sajda qilgan Allah. Biz Allah kürsüp deb iman qilamiz, e'tiqod qilamiz. Kürsüp turdi deb e'tiqod qilamiz. Ammo bu yerda qo'rqish o kadar vehimli ko'p ketdiki deb o'ylayman men. Xitoy biz ham yerda kurdi. Ham yerda kurdi deb o'ylaymiz.
Şunun iş hareketimiz değil. Şunu Aşın oylagan boğaçka Allah'ınkini korku diyemez. Xitay kür digen hareket digen ideal hareket kılgan boğaçka namayış olsun. Yaki Uygur'un menfaati için bir iş olsun. Kaçımız ya şükür kılınız. Meyli namaz çıksın çıkmasın. Şükürlük kılgan bolsa yaki bu şu namayış kılganlığı karşı çıkan bolsa demek korkulgan nersen iniq bu yerde. Korkulgan nersen o vakti Allah emas, o vakti Xitay. Demek Xitay aldı burun maqsadiga ma'lum daraja yetdi degan gap. Yani bizning kontrol qilishdan iborat nimani dedik biraz burun? Vosita dedik. Eng chong psixologik vosita qo'rqitishdan besim dedik. Demak buni Xitoy xil birash apropol degan gap. Nurg'un misol bera olamiz mesela. To'g'ri. Şu balalarni bakma saqlamaydi, urutqanni turum kirib ketdi deb. Zaten sen Sharq Turkiston yellab bo'lgandan keyin zaten bütün tuqqanlarım, urutqanlarimiz xadrasi degan gap. Fakat növbet meselesi bir yerde. Bir yerde çoğun bütün Uygur'a zulüm kırdığı mesele emas. Genellikle mesele Xitay'ın siyasetinin mahiyetini düşündürüyor değil mi? Xo'sh. Xitay'ın siyasetinin mahiyetini bilish için illaki onunki kılgan siyaset emas. Onunki bunda bir siyaset kitaplarda müstemlik hakimiyet sistemimiz qandaq degan vaqtda tushundirdi. O'zining xalqini yoki mustamlik qilib olgan zaminni kontrol qilish olmaganlarni o'ltirish, irqiy qirg'ish deb iniq bor bu. Onu kitapni o'qish yapmasa, şu o'zimizga kelgan aldık, beşimizga kelgan faciani ish qilsak bo'ldi endi. Xo'sh. Şuna deganimdek o'zimizni mustaqil ko'z qarashi bo'yicha bağlaymiz bir narsani. Chunki biz ayrim bir millat. Doktor hamda mashada mushu ijtimoiy uchur vositadagi mushu manqurt Uyg'urlarga qarshi vatanga bo'lgan berayotgan bularga qarshi fikrlarga bilan qarasak, hatto ba'zi fikrlar borki bu sizlar texa tunugim biz bilan demakki berayotganlarning ichida ilgari hozirgi musharqaysi davlatlardagi namoyishlarga Uyg'urlarning faoliyatiga qatnashayotgan insonlar bor ekan hamda. Men uningda shuni his qildim. Chunki bu sizlar tunugim biz bilan birga bayroq ko'taryapsizlar. Degan hech qanday gap yo'qlik g'ippilam sizlarni vatanda ko'ryapmiz. Bundaq adam bizning sepimizda burun bo'lmasanglar demak, ya'ni bu burun bayroq ko'targan, namoyish qatnashgan bu Uyg'urlar agarda bilgan xotirjam berib o'zini ko'z qila olgan bo'lsa, yani normal bir aqli va inson cho'qim shu davlatlardagi Xitoy konsulati allburun berib ya bayroq ko'targanlikka tövnam yozgan bo'lishi mumkin hamda. Men hayotim bo'yicha pushmon qildim. Amdi kirgil qo'ysang deb. Nima qilamiz biz qo'limizda dalil isbot yo'q albatta. Anda qilding, mana qilding deyamaymiz. Lekin bu so'zlardan endi qamda tunugun bayroq ko'tarib namoyish qilayotganlar bo'lib, ularni kiraligan bo'lsa, cho'qim sen bu tajovuzchiga bir narsa bergan bo'lishi mumkin. Bir narsaga deb har qanday Uyg'ur o'ylaydi hamda normal bir menfaat sektorda. Cho'qim binasi berdingda shuni bilgan ruxsat qilib, Xitoy ham o'zining o'xshash vaqtda seni ko'z qilish tashviqotlarni taqtish orqali Xitoy Uyg'urga zulm qilmayapti mana erkin kirib chiqyapti degan bu ta'tir tashviqotiga bundan keyin buni yillarcha shildidi buni. Buningga sen yordamlashib uningki bir chapar minut berdan degan gap hamda. Ikkinchi bir nuqtadan nurg'unlar masalan siz abay so'zlab o'tgandek bundan keyin bu ishlar ko'payishi mumkin dedingiz. Yani shu muhojiratdagi jamiyatimiz ichida Türkiye'nin içinde olsun mesela ve başka dünyanın her qaysi joylaridagi qandaq tabiqidagi kishilar bundan keyin bu Xitoyninki bu mushu buhroniga, mushu aldamchilik qildiqiga tushib bundan keyin texambak kirdiganlar qanayt iniq. Yani menfaat. Buni bizlar siz dedingiz bayroq ko'tardi undan keyin. Yani demek maksat boshqa degan gap bu yerda. Başlar maksat. Ya baştan başlab ishlayotgan bo'lishi mumkin shular. Başta ishlayotgan bo'lishi mumkin. Maksat boshqa. Lekin shunday da'vogardak va yoki Uyg'urlarning menfaatini o'ylaydigan, Sharq Turkistonlik menfaatini o'ylaganda ko'ksib turib, onunki maqsadi allburun u yerdagi ma'lumot yig'ish va aloqador o'rinlarga yetkazib berish. Xo'sh. Yoki keyin kelgusi uchun bir yo'l ochib qolib qolsa foydalanish degan shu menfaat yani. Hani yig'inchilik bilan menfaat ko'rib taqishlangan narsa bu. Tijorat qilsa balkim, hargiz bu xayr saxovatchi, bu yaxshi chiqayotgan deb tijoratchilar hargiz xato tushunib qolmasin. Menfaat deganim noqul ul emas. Har xil menfaat bo'lishi mumkin. Hatta atani ko'riklishim bir menfaat noqsin muomala qilsak bo'ldamdi. Adanamni ko'rdim, balliqimni yetkazdim dedigan, yoki urug' qandarchilik nimani yetkazdim deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Yoki vatanni pul olib qolgan bo'lsa, ep kelgan undan menfaat bo'lishi mumkin. Yoki tijorat qilayotgan bo'lsa, tijorat yo'lashib qolmikin deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Va yoki shu odamni deyli, ashunday bir guruhda yashagan bo'lsa, shunda o'ylaydigan. Mushu guruhdan ayrılib qalsam bo'lmaydi deb mandaq menfaatni o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Chunki inson bilasiz, hammamiz bir ijtimoiy guruhga tabi.
Sizin bir yaşaydigan bir cemaat, bir grupunuz var. Siz şularınki xahişi, şərkiti, yoki umum bir hərəkət mizamı üçün hərəkət qılısınız. Onun sırtı çıkıp qalsınız, təbii Allah siz ayrılıqda qattiq qalmayısınız. Çünki insanın ictimai tərbiyə fəvqəladə güclük. İnsan yalğız yaşap qalsa qattiq olur. Yalğızlıq Allah'a xasda biz etiqad qılımız. Şu insanların alışıq adamlar qaraşı kerek. Alışığın şu grupun çıkartması üçün, ayrılıp qalması üçün. Şular aşına bir umumi iqlim şekillengen bolsa, şekillengen bolsa, onun adam təbii bardı deyin gep. Şu muhitin kütüptüzü deyin gep, değil mi? Bu yerdeki meselem de, biz eğer küzütelsek, bu şunda muhit oyladığan ictimai gruplar değil, bu cemiyet televizyon. Kançılık bazıdır. Güçlü vatamdı ya ki kengey vatamdı. Diyen mesele qarsak nurg'un tapa alaymiz. Şuna ben degenimdek, şu nemişki biz gipimiz birinci çıkardan alışımız. Çünkü bizim maksimiz iniqamiz. Nemişki bizdek iş kılgan değil hem de biz bir çoğun işip ketmedik. Azırak iş kadar tıllanıdı. Değil, bizim menfaati doğru kereli için tıllandı. Bu iş kılanmadı, bu depçu. Aşında biz menfaat grupları deyimiz. Şularını biz bilelsek, onu öyle kanda adam hikayelerini bilvağlı buldu. Hoş. Degenimdek, Xitay bilen vasıtılık ya bir vasıtı münasip boğalı olsa, bu işin %1 ihtimali intan yukarı. İntan yukarı. Çünkü insanda bir kıymet göz karşı oldu. Hakanca menfaat bolsun, menfaat çokum bular, kanda insan menfaat bolsun qat'iy bolmaydı. Hoş. Agar sizin vaqt salgan vaqtida siz insonliqingga dafsanlik qilgan yoki ziyon beradigan ish bo'lib qolsa, biz albatta axloqni tanlaymiz. E'tiqodimiz shuni taqozo qildi. Ammo sen har zaman o'zingizning shaxsiy manfaatini o'ylab qolgan ekanlar, bu chatloq. Diqqat qilsangiz, chiq vaqtlarda işte manfaat tarash odamlar deyli, Xitoy bilan munosabatni uzmayli. Har xil shaklda. Shu faqat Allohga bir yo'l yetib qolganlik uchunla beram bo'lib ketdi deb o'yladim men. Yo'l azroq Xitoyga yetib kelgan ekan, chunki siyosat shuni taqozo qildi Xitoyninki. Taqozo qilganlik uchun shunga darhol fursatdan foydalanib ayaga o'tdi degan gap. Shunga bir insonning qanday odam ekanligini bilish uchun shu manfaatning kim bilan alishganligini bilsak, hukm qilmoq oson to'xtaydi deb o'ylayman. Bizning cho'nglarning gapi bor, hikmatli gapi. Bir insonning kim ekanligini qarama, kim bilan alishganligi, kimga tavba ekanligi, qaysi guruhga tavba ekanligini bilsang, o insonni qanday odam ekanligini bilaversa debchi. To'g'ri. Biz ham hozir safarga yo'lda chiqmay yoki men boshqa bir yerda. Hemimiz yüzümüzde oylab kalmaylarız. Yani İstanbul'da biz bilmediğin her xil gruplar oluşu mümkün. Biz bilmediğin cuma. Tabii elbette. Hatta oylab bakmagana. Şular qarsak da buldu. Doktorum bir şeyde ben bu müşteriyan çıkan deyin ki mesela hem bu sözlerinizde ben xildim bir yan bulup şu hatta bu görünüşe çıkmağa vaxtida mı anca hiçbir görünüşü görmegen bolsak mı anlaydık mesela. Adır anca kirib chiqib atqanlar tijorat uchun bu degandek u yoq bu yoqdan anglaydik hamda. Lekin qo'limizda bir ko'rinish u narsa yo'qdi vaqtida. Hamda bugan hamda ba'zilar masalan bundan keyingi bu Xitoyning qiltiqiga, chunki bu mayli hech qanday ish qilmay Xitoyga so'z berib imzo qo'yib kelmasimi Uyg'urning da'vosiga hozirgacha qilinayotgan va bundan keyin ham qilinadigan da'voyimizga, Sharq Turkiston da'vosiga bular ko'plab shunda agar ko'payib chiqaversa Xitoy o'zining tashviqotini dunyoning har qaysi joylaridagi har xil tillarda Turkiyada turkcha tashviqotlarni qilyapti. Bularni mesela Turkiyada hatto radiolar va hozir shu CGTN Turk deb radioları, televizyon kanalları orqali, internet orqali taqib va dunyoning hamma yerida butun tillarda bor hamda. Chunki aşı tillarda, aşı davlatlarda qilinayotgan da'voga bu ko'rinishlarni atigun to'plab mana shunday hozir Uyg'urlar qaysi davlatning fuqarosi bo'lishidan qat'iy nazar ular degan shunday rahat berib keldi deb to'xtamay bundan keyin yillarcha ishildi bu ko'rinishlarni bu xo'shal shu maqsadlarni qildi deb o'ylayman. Bu maqsadni hozir shu o'zdagi bu ustiga kunda urilayotgan to'qmoqdan biroz qutulish uchun ichayotgan bir yo'l hamda. Buningga hamda mayli Turkiyada bo'lsin, mayli boshqa yerda bo'lsin, bundan keyin texnik bu qiltaq tushadiganlar hozirgacha Uyg'urlarning mayli namoyish bu faoliyatlarga qatnashmay u yoq bu yoqda mukib yurgan o'zining ishi bilan yurgan Uyg'urlar ko'proq sanni egallab kelishi mumkin hamda. Chunki ular hozirgacha bayroq ko'tarib olmayotganda bu yo'l Xitoy shunday ichishga boshlasa, bular o'zining umumiy millatga ziyon selayotganligini parvo qilmasdan, siz yuqori so'zlab o'tgan shu o'zining shaxsiy manfaati, ota-onam ko'rolma, uni qilman, buni qilmay, tijorat qilman deb bu Xitoyningki o'yiniga, Xitoyning bu projesiga, planiga bilib bilmay hassi qo'shilganlik aniq hamda. Shunaqmi? Albatta.
Hamda mushunda bir vaziyatda bu Uyg'urlarni hamda mushu muhojiratdagi mushundaq. Masalan, bu Uyg'urlar yana bir tarafdan qarasangiz, men shunday o'ylayman. Hozirgacha mayli Yevropadagi bo'lsin, mayli Turkiyadagi bo'lsin, mavjud davlatdagi jamiyatlarning, Sharq Turkiston jamiyatlarining qilayotgan ishlarini yaratmay, bu guylar hammasi jon vaqti qo'saq vaqti deb tashkilotlarning ishini yaratmay, hech bir faoliyatga qatnashmay yurayotgan Uyg'urlar bor. Har qaysi davlatlarning fuqarolari. Bular hamda mushu o'ttirg'a qo'yib kelayotgan mushu davosida sizcha bu insonlarni qanday bir kategoriyaga kirgizish mumkin? Yani mavjud tashkilotlarni rozi bo'lmay yurib, da'voga aralashmay yurib, uning keyin hozir bir kishilik bodim degan bilan umumiy millatga ziyon uryotdi bular. Va siz bu insonlarni masalan ashunda deyishida jamiyatlarning qilayotgan faoliyatininki nacharligi, yetarlik bo'lmaganligi tufaylidan da'vodan yiroq yurishida bu fikrlarni o'ttirib qo'yishda haqliqmi bo'lamasa? Ozroq bo'lsin bu. Faqat haqliq deb o'ylamayman. Hatto bu tanqidlarim butunlay o'rinsiz, yo'lsiz deb o'ylayman. Chunki men ularni mana deyishim bekrak, ben shu narsani o'zim bilaman. Shuni cho'q risk qilma. Men bir inson bo'lish butum bilan deyli, inson bo'lish butum bilan. Men sirtimda nurg'un voqealar yuz berdi. Xitoyning zulmi davomli edi, mushlar odamning gaplari davomli o'tirib chiqib turdi. Men beyaram qilgan nurg'un ishlar bo'lishi mumkin. Nurg'un ishlar bo'lishi mumkin. Ammo men ularning ta'siriga uchrab qolish mumkin. Bu hadisa albatta ko'nglimimizni yerim qilgan u bu deb. Ammo men uningdan burun meningki bunday dunyo ko'z qarashimni, e'tiqodim shakllangan o'zimdagi qadriyatlari bor. Chunki zolimga bosh egmaslik deydigan, ondan o'zimizningki ega bo'lgan mol-mulk ega chiqadigan, zolimni ko'rsa qarish turadigan, haqqoniyat topqasi o'zimizni to'g'ri deb haqqoniyat o'ttirib qo'yadigan, undan boshqa insonga qulluq qilmaydigan, insonga bo'ysunmaydigan, faqat Alloh qilib bo'ysunadigan mana bir e'tiqod bilan shakllandik. Ya'ni men bir inson bo'lsam albatta men u boshqalar mayli xato qilsin jamiyat tashkilotlar to'g'ri qilsin va yoki unumli qilsin yoki qilmasin, yoki qila olsin qilolmasin, ya bayroq ko'tarsin ko'tarmasin. Men ulardan ta'sir ushurmasligim kerak. Chunki mening e'tiqodim ularning harakatiga asosan emas, ularning qilib qilmasligiga asosan emas. Mening e'tiqodim meni zolim qarshiga chaqirib qildi, xitob qildi. Mening insonning qadr qimmatim dam shu o'zim nima qaysi kimlikka tayyor bo'lmasam, shuni xizmat qilishga chaqirdi. Mening e'tiqodim, mening qimmatim men tayyorgan guruhiga, millatga xizmat qilishni ifodalash kerak. Unda olganki men o'zimning mayli ben dindor bo'lay bo'lmay, ishga energiyamni e'tiqodli birisi bo'lay bo'lmay. Yo'q, e'tiqod zaten e'tiqodimiz mening dunyoga cheklanish eng cho'ng'amiz. Uni nuqtasak qo'yay. Men mushlar orqali o'zimni ifodalashtirishman, ifodalayman. Agar sen qo'pib o'zingni amaliyotda bu odam u qilamidi, itamidi, yeb ketdi, ichibdi yoki buzibdi, davoni keyin so'rayapti deb Alloh asosan o'zingni ish harakatini bilgan bo'lsang, vaqt sen yo'q bu munosabatda. Sen yo'q, pasib degan gap. Aktiv odam yoki o'zimiz demoqchi emas, nimishqa uning ta'siriga uchirmay emas, o'zimningki o'ylaganlarga ishga energiya harakat qilsam, vaqtida men ta'sirga uchirmagan bo'laman. Qarshi tarafniki, sirtdiki, mening sirtimdagi voqealar yoki insonlarniki emas. O'zimning taqozosi bo'yicha o'zimning qimmatini ishga oshirgan bo'laman. Ya'ni bu yerda u deganimdek hammasi da'voga aralashmaslikningki bir bahonasi. U hozir siz degan gaplar xilma-xildek, mantiqiylikdek tuxum tosh qurg'ilolmaydi. Ondan keyin bu ishni qilib bo'lolmadi. Hozir Xitoy ikkinchi o'ringa o'tib ketdi. Hamma yerda ta'siri va hamma yerda ko'zi va ta'siri bo'lsa biz yaxshi kun ololmaymiz. Hammasi amaliyotda o'zinga bu da'voga aralashmaslik yoki o'zinga haqqoniyatga, zulmga, adolatsizlikka, bu yerda zolimga qarshi turmaslik bir bahonasidan boshqa bir narsa emas. O'lgan ruhiga bahona tepib ben dedimga, ben bir dünyaya bir kıtımını kelime. Ben bir kıtımını kelime. Hem müzik. Onu Apple Müzik arşivinde bulamadım. Bir radyo istasyonu açmamı veya müziklerini farklı bir uygulamada çalmam. Dünyaya bir kıtımını kelime. Ben nimiş qarab turib bir zalimniki iradasi bu harakat qilma. Shuna mı? Xo'sh. Nimiş zalimning meni shakllantirib bergan kimligi bu harakat qilma. Sen bu kimlikni mangsa, sen bu yo'lni mangsa deb men uning uchun harakat qilma. Ya qarab turib haqiqatni burmalayotgan, reallikni burmalayotgan. Ondan boshqa bu vaqtga bir balinma qatli qilayotgan. Bir insonga yoki bir insonning qimmatini qilmagan, yashash imkoni turmagan bir kuchningki irodasi men nima ish qilmayman.
Meyli 1 millet olup kessin, ya ki 2 milyar olup kessin, ya bütün dünya hükümran olup kessin. Ben demiş onun irası yaşayayım. Yaşayasın, zulmü kıyılıyorsun ama ben onu karıştırışım gerek. Çünkü benimki insanlıkım için takazak oldu. Bu Uygur milletim demeyli biz. Adı Şarkı Türkistanlıkım demeyli. Ama bir normal bir insanınki kadar kıymetini saklaş, emniyeti del nemine ihbarlığa vaxtıda bu işte zalimler karşısına ihbarlı dep oylayayım ben. Şuna hazır ben siz degendek bu meyli başka aklaş olmuşsun, meyli dava karlaşması meselesi olmuşsun, sıkış meselesi olmuşsun, urutluqaların batı meselesi olmuşsun. Bütün bu emniyette üzüm şu cim turuluş, sükut kıveliş din barını başka bir nesebes. Tabi psikologiyat inik bundaki nazariyesi yok. Hem bunu da emeli bu ray sınavları bilen sınavlar bilen muayeleştirilgen bir netice bu. Şuna ben degenimde dedik ki biz aldı burun Budizm tügüdü. Putperest tügüp ketti. Bu heykel o. İnsan yasagan heykel. Bu yerdeki heykel itikat çoğunmuş meselesi emez. Bu yerdeki heykel, anı heykelinin çoğun kudretli ilgisi bize şapaat kıldı. Emin nesin muşu bürü dep işiniş meselesi miydi? Put, çoğun en tosak malı. Demek insanın kalısı da demek putperestlik tüyüp ketken Müslüman Xitay'dan ibaret putçılık da tüymeyen gel. Yani Xitay hemen kılalaydı. Kudretlik. Bilip kaldı. Cezalı bitti, okuldu, bukuldu. Cezalışı o zaten Xitay'ın muayeti gibi iş. Cezalışı mümkün. Ama demek insanların kalısı veya insanın kalısı da o putçılıkta tüymeyen gel de zihniyeti de. O ne kadar saydık erişmanı demdi. Hoş. Şuna demek seninki bir insan bende bu sütülen senin Allah oturunga Xitay kırdı diyen gep. Üzerine nefsi kırdı diyen gep. Menfaatin kırdı diyen gep. Doğru. Onunki seninki korkuşun kırdı diyen gep. Doğru. Nadallıkın kırdı diyen gep. Demek bu kirgen narsa intayın köp. Demek Allah'la ağırlıkımız yaratışıp ketdi diyen gep. Men mi bunun işi değil. Çünkü ben bir insan. Ama iş kılıp yettim bundan bu oturdaki mesafenin farkını azayıp çıktırışı atımı. Hemmisi bir yerde iş kıvat kaldı. Bunç olan yerselden de barbara tazlap çıkmasa işimiz bek testep oylayayım. Onun için dedim ki bu ideya cihetdeki çoğun bir tuzakla. Doğru. Köpten köp rahmet. Ben abay siz itiqat mühim dediniz. Ben itiqat elbette mühim. Ben közü tutkunum. Bu milletning meyli qaysi sahada, qaysi fikirde yaşayatgan bolsun, chet elda xilma-xil fikirdekiler bag'amdi. Mesela ko'rinishga qarasak, mesela musulmonning bir xil balki taqvo, normal o'zining hayotini yashaydigan yoki aran jumaga yoki yetliq nimasiga boradigan xilma-xil tabiqada yashaymiz ham inson. Ko'z tutqunum bu yerda mayli qandaq fikrda bo'lgan, sen erkin bir dunyoda yashayapsan dunyoda. Bir Uyg'ur bo'lishing eng aqalli senda bir Uyg'urlik vijdoni qolgan bo'lsa, ya'ni sen İslam talep qilgan noyati taqvodor musulmonning bo'lish shakldagi bir inson deb uni talab qilmadik. Shunda inson shunday bo'lish kerak, bo'lmasa qolganlar ham tushunmagan ekan u bu deb emas. Normal bir inson bo'lsang, agarda bir Uyg'ur millatiga tava bir inson bo'lsang, mayli qanday yasha hayoting, normal kundalik hayotingda qaysi fikrni o'zingga do'st qilib yoki rahbar qilib yashagan bo'lishingdan qat'iy nazar umumiy millating tatiyotgan bu ko'rinishga bunu sen yıllardan buyon sen mi tattın, bunu ailen tattı. Ama bugün bu milletninki davasıga palto urayotgan bir vaqtda aslida vicdan qolgan bo'lsa, bu sohaga kirmasligi kerakdi, hayo qilish kerakdi degan nuqtadan til oldim. Doktoram da oxirida shu xalqimiz, muhojiratdagi xalqimiz bu turdagi insonlarga balki bundan keyin yana ko'nglimiz yerim qiladigan bundaq hayosiz ko'rinishlarni ko'p ko'rishimiz mumkin. Ham Xitoy mecburlab taqtishi mumkin. Çünkü aslında qilmasang bo'lmaydi deb deyishi mumkin kirib o'g'chi ular. Az bir narsani ko'p qilib ko'rsatish mumkin. To'g'ri. Buningga muhojiratdagi xalqimiz qandaq bir pozitsiya bildirish kerak? Yana shu berib kelgandan keyin yana apaq-chapaq bo'lib yuraverish kerakmi? Albatta, hozir biraz bir gapni qo'shib qo'yiladi. Bu un-tunisiz o'zing Uyg'urlik uchun, shu jo'g'rafiya uchun, qarindoshlar uchun un-tunisiz sahnada ko'rolmay xizmat qilgan nurg'un qarindoshimiz bor deb o'ylayman. Hatto ben shohid bo'ldim. To'g'ri. U cho'qim hammalarning sahnaga chiqish shart emas. Haqiqatda ular uchun o texnik hürmetimiz her zaman çoğunlukla güçlük buluşu gerek deb o'ylayman. O tavsiye meselesi ham biz tavsiye berish uchun cho'ng bir odamlar bo'lishimiz kerak, ama men o'zimni yoki biz tanishadigan do'st birodarlar yoki sabtoshlar deylik, yoki cho'nglar
deyli. Şuların üstüne qarsak biz bir Uygurluk yani bilen bu Müslümandaşlık bir-birisi gerelişip ketken bir. Xoş. Şu tabii halda biz yaman iş bolup qalsa, tabii onu biz şu hadisninki roy boyunca neçil şekilden tusapak iştirişimiz. Ama hazırkıdaki bu demokratik ellerde bu sel testi toxtaydı hem kanun bu o dep götürüp çıkış mümkün. Şuna hem de mühimi qanaqmız onu yaman halkınca da arganmayımız. Arganlıqal olsa onların kürüşçük münasebetini çıkını okumayımız hem. Ben dedim ki bu nokul dava meselesi bir yerde değil. Şarkı Türkistan vası. Onlarla ağızdaki yak hareket dinlememez. Bütün aya şeklimizi kirelse, bu ne diyenge de manda düşündüysem bu dava ziyallık şuna mı? Acayip ziyallık. Xitayning depiga usta oynash hem etendikilarni ig'ir zarbi bo'ldi. Hem chet ellik boshqa davlatlarga nisbatan qara, baxtli yashadi, zulm yo'q degan tashviq qilgan bo'ldi. Xitoy o'zining kuchini texim bir shu davlatlarda kuchlangan bo'ldi. Bu da'vo ig'ir bir ziyonliq. Hatto da'vo qilganlarni yetimlashtirishi mumkin. Unda odamni soni oz qilishi mumkin. Qara, mana Xitoy kuchli partiya debchi e'tiborsiz qildirishi mumkin. Xo'sh. Unda onu cho'qim qildi deb o'ylayman. Şuna ama hazır şu herkes hayatımızı aynı gitti diyen yerim. Şuna aşkımız aramızda meyli akımız dadımızda olsun. Meyli ağacımız olsun ya baş tıkbınız olsun ya yurtluğumuz olsun. Ya ki burun bir sabahlaşık kıpakaylı. Sabahlaşık kıpakaylı. Jirak tutmuşsak boş bulmayın hem de. Çünkü belki bu olar tanış tepiş mümkün. Alışığın nuru adamdan buluş mümkün. Çünkü çok mu bir çıkıdı adam. Yüzü okşaşlan tapıdı. Adam tapıdı. Ama biz sen bunda işlerde meydanımız roşan bolsa texim yaxshilab o'ylayman. Ha deydi, bir isloh qilib boqilik, so'zlab boqilik, tabliq qilib boqilish mumkin. Hozir bu yashgan vaqtida eng nosh tabliq men shu reallik deb o'ylayman. Shu reallikdan bir tabliq dars olmagan odam sinanga bir ishga o'zgartirdi yoki shafqatingdan, sevgingdan yoki samimiyatingdan ta'sirlanib qilib ketishni atayin. Chunki inson aslida o'zgaradigan insan asla özgürmeydi de özgür de oynamayım ben. Şu Irak tutuş misafine. Çünkü biz qanday desek biz hem de Uygur milleti bir cemiyet tüsüne algan olsak mı yanlar bizde küçük grup halinde yaşaydıgan cemaatin küçükrak bir millet. Cemaatin bu yeni cemaat demez. Cemiyet yoksa ki ictimai grupun közü tutma. Biz köpürak bu kayıtsaydı geldiğinizde yurttaşlık bekrak geldiğinde. Yurttaş yok olsa hataşlık koysun pek doğru düşünürüz. Ama karşı taraftan yurttaşsa hata iş kılıp koysa iş kılıp. Hiç nesini depakımız hem de. O aran turumuzda. Hoş. Hem de sabahtaşlıklarımız, nurumuz vatanda okuduk. Bazılarımız Xitay'ın bazı şehirlerde okugan bulduk. Ulamı hata işip kalsa hem de kıpsaptı deyip aklap koyduğun işli var. Hatalığını bilsek mi? Onun için başka mında alışılan gruplar var da hem de. Hoş, hoş. Az zihniyet sel xatarlik hem de. Az yine sel xatarlik. Haq naq degan yurttaşlık yoki bir sabahtaşlık yoki mezheptaşlık, dindaş olsun emas. Eğer prinsip deb bir mesele var. Bizim prinsipimiz, to'g'rimiz shu Sharq Turkistonning umumiy manfaati davası hamdi. An nuqtani o'ylasak, sabahtaş yoki bir yurttaş bo'lib qolsakmi, haq qancha yaxshi ko'rsakmi, munosabatni uzdiganga boshqa amal yo'q buningga. Xo'sh. Ama bizde hakikaten ben degandek bu yurttaşlık kanunu degen bilen muşu hareket kılatkan, muşu yurttaşlık enini texim güçlendiriyotgan bir türküm kişiler var. Bu bir ictimai reallik. Hata, doğru, başka bir mesele. Ama bizim bu Şarkı Türkistan ibaret umumi kimlikке ben paylık dep qarmayman bunu. Çünkü sen elbette sen yurttaşlık hareket kılatsa bir yerde. Bu hata doğru meselesi emas. Çoğun kimlikке, çoğun kimliknin güçlünüşüge ma kimlik tuzalgı kılış mümkün. Elbette sen küçük dairende bu insanlar çokum yaxşılık kılatsa, kurslarını uğraşıvatsa, okuş bulurvatsa, nurgun meseleler kılatsa. Bu bek yaxşı ehval. Bilen yine işin başka bir tarafı var. Onu oylayamadı. Onun başka bir tarafı var. Çoğun kimlikki tasir kılış mümkün. Tabii. Demek yani elbette bu yurtvazlık meselesini ayrım bir söhbet kılgandık biz. Yurtni süyiş başka mesele, yurtvazlık başka mesele. Onu ayrım söhbet kılgan anda şu temaga qaysı bolduq yerdashlarimiz. Abduqadir akamdan bir ötkende bir gep batım şu söhbet batı. Torladım ıcık ta qaldı. Şu vətən berib kilib atqanlar haqida
telefon vatandan telefon, Xitoylarning telefonlarini elib, shularga javob berayotganlar haqida qilgan kuchli bir gap. Endi siz jamiyatshunos bo'lish suhbatingiz bilan, kasbingiz bo'lish suhbatingiz bilan, endi bu shunday bir kasalga Abduqodir akamning gapidami? Bu Xitoy bu millatning vatan ichki sirtidagi ruhini sundirish uchun ruhini elib oliqlar. Ruh yo'qolib ketdik bu millatda. Buni İradesiga o'yga tushish uchun ama bu bütün hamma sharoit bormi shundaq bir vaziyatda agar uyg'onmagan bo'lsak, bu sizlarning kasbinglarda qanday bir amal bilan o'yga tushish mumkin bu millatni? Şimdi bu hozir siz degandek shuncha bola tayoq to'qmoq vatandek. Biz ikki xil shaklda bilmayman men. Üçüncüsünü ben tazman bilip ketmedim. Çünkü birisi maneviyatdagi bir ıslah yani. İkincisi bu resmi reallık ko'rgan bir ıslah. En çok ders buluş kerak edi ama demek ki yani bir kısım işimizga ta'sir qilmadi degan gap bu yerda kuchu. Shunga bu masalada uyg'u tush masalasida bu insan o'zi haqida o'ylanish, undan keyin sana zulm qilayotgan haqida o'ylanish, bular insonning o'ziniki bu atrofdagi to'salg'iyotgan zindon deydimda. Ali shariatda mutafakkir va ironlik. İnsanın 4 zindandan gap qilamiz. İctimai zindan, tarix zindan, tabiat zindani ve nefs zindani debçi. Onun ayrım bir insanı insan qilayotgan alaylıkı tuzağılagan amala deb qaraldı. Ger cemiyet jasaqma, cemiyetdeki nurgun besim, ba'ziligi xurafotlik, dogmatizm yoki bu kuchliklarninki zulmi bu degandek masala insonni zindanning bir turumning ichidagi bir mahbusga aylantirilgan avvallar bor deb tushundirdi. Bu yerda hatta ba'zi insonlar zindan turibmi, ruhiy azod deb mana tushunira halanba. Uni ruhiy azod bo'lgan insonlar zindan turib, az bo'lish mumkin deb o'ylayman. Eng no'ch insonlar da qila oladi ekan buni. Zindan turib, ammo erkin yashab turibmi, zindan bo'lmay turibmi? Nafsininki evet hemimizde bor. Bak nafsiga bilib ketsa, mana işte zindan yashagan bo'ldi ekan. Yoki kuchliklarning irodasi bilan yashagan bo'lsa, shundoq bo'lgan bo'ldi ekan. Şimdi bu uyg'onish masalasini intayin murakkab gap. Şu bu yüzümüzün bir kimlik hakkında değil hem de. Bir insan idik. Hemimiz bir okşaş yaratılgan tutsak. Tefekkür hem de. Doktor bizim akyolluk akımız doçent doktor Erkin Ekrem'in dağınlık dedi. An. Bana diyen mındak bir depli koyan gap emesem de şu. Bu bizim ki cemaat erbabı Abduqodir yapacağın akımıza öğretti. Bu şu dağınlık teşvik oldu. İdiye an. Bu meselende alıp oturup koydum. Yani insanın içinden kirliğen neyse bu. Onun şarkılık, tefekkür arkalık, etraftaki ötmüşünü oylap, hazırını oylap, kelgisini buldu. Bütün 3 zaman okun bir ekip durup, üzerinin kimliğini oturup koyup durup, sana alakalar meselelerini düşünüp durup, oylap durup, kılgan tefekkür bulduğun iş. Ama tefekkür, ağırlıkadaki turmuş ritmi ciddi bir cemiyetildi hem de. Hoş. Tesirek bir neyse ama o silik etmesek bulmaydı. Hoş. Çünkü bu nokul bu hazırki bizden tragediya için emez. Özümüzün imanını güçlendirmek için pek mühim narsa. Kur'an-ı Kerim'de bir tefekkür neticesi ibadetin güçlük depçi. Bu intihar mühim ki. Bu tefekkür degeni bir yerde nokul oynuş meselesi emez. Sen Türkçe'de farkındalık. Binesin tunup yetiş. Yaxşıyanmanla tunup yetiş. Azırak bosuma. Doğru hatadan açmış tunup yetiş. Gerçi insan okumusu kalp gözü uçuk olmasa okumusu mu bazı insanlar bunu tunup bitiradigan joy noç insanlar var. Azırak okugan bolsa. Bak okuyatken bizga o'xshagan insanlar belki tunup bitirmaslik mumkin endi. Bunda ishlar bor. Shu bu manda tefekkür bilan bo'lgan ishlar. Bu hozirgidek deymiz, burunma taskan to'q endi. Hozir texim tasavvuf ketdi deb o'ylayman, ammo bundan boshqa choramiz yo'q deb o'ylayman men. Ya'ni o'zimizdan bir o'yinib qaytadan. Bu ideya bilan bo'lmadi bu ishlar. Belki texim küçüşümüz gerek. Nahayet eğer absüz bir balaya pat geldi. Bu ma bek elbette tesir kılan, çokum tesir kılan uygun ot yürek, anlık insanlar köp dep oylamayın. Demek kımıgan insanlar bakın demek aramızda. Hoş. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet. Mamı köp rahmet. Teklif kılanlar için. Allah razı olsun. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi suhbatimizda mushada oxirlashtiraylik. Ba'zi internet sabab bo'lishi mumkin, ba'zi uzilib qolgan ahvollar bo'lgan o'xshaydi. Kechirim so'raymiz agarda shuna ishlar yo'liqqan bo'lsalar.
Demek qadrli ko'rganlarimiz, bu temada qanchilgan balkim oldimizdagi kunlarda yana boshqa sohadagi kishilarni taklif qilib suhbat qilishimiz mumkin. Mayli albatta har bir Uyg'ur bu ko'rinishlardan, bu oldimizga ijtimoiy uchur vositalarini ochsaqlam ko'zimizga chiqadigan bo'lib qoldi hozirgi kunlarda. Demak, oldimizda yana ko'rishimiz mumkin. Asla tavranmaslik kerak. Bularni doktormo bularga bir ism qo'yib qo'ydi. Har bir Uyg'ur xohlagancha ism qo'ya olasizlar. Bu dengizning xuddi ko'piklariga o'xshash ba'zida shavqin, to'lqin urg'an vaqtida ajoyib ko'piklar jiq ko'rinib ketadi. Ammo buning o köpük ismi köpük hamdi. Axlat, chavala bu millatning ichidan, har qanday millatning ichida bo'ldi hamdi. Mayuslanmasligimiz, bo'shashmasligimiz va nurg'un bexud yurayotgan Uyg'urlarimiz kallamizni silkishimiz bugun shularning sababidan oldimizda kunlarda nurg'un narsalarni xabarlarni ko'rishimiz mumkin. Xitoyning qandaq o'yin o'ynaydiganligini, qat'iy bo'shashmasdan, bularning ta'siriga uchramasdan o'zimizning mustahkam irodasida ching turib, ularga atrofimizda agar tunuydigan shunday maxluqlar har qaysi davlatlardagi xalqimiz cho'qim bir kishilik milliy majburiyatini, musulmonlik majburiyatini, islomiy majburiyatini cho'qim har bir so'z harakatlarida ularga his qildirishi, ularni sabtdan chiqarish uchun harakat qilish har bir Uyg'urning agarda tövbe qilib bu sepimizga qo'shib olish imkoni bo'lmasa, undaq maxluqlar Uyg'urning orasida o'zini Uyg'ur deb jo'maslik kerak deb qarayman men. Albatta boshda tarbiya qilinish kerak. Agar bo'lmasa, bundaq maxluqlar hech bir zaman Uyg'urga vakillik qila olmaydi hech qachon. Bu tushunchada men balkim xato bo'lishi mumkin, qolganda o'zinglar har bir xalqimiz o'ylashi kerak. Ustoz doktor so'zlab o'tgandek. Rabbimiz bu fikrdiki va bundan keyin shundaq buhronga uchirmoqchi bo'lganlarga kallasini echib etish, zihnini echib etishga Rabbim nasib qilsin deymiz. O'ylanishi kerak shu har bir Uyg'ur. Bundaq bir bilib bilmay Xitoyninki o'yiniga usul o'ynaydigan bundaq bir aqlsizlikni qilmasligini umid qilamiz. Tushuncha ato qilishini Rabbimning ularga umid qilamiz. Alloh subhanahu va taolo ömür bersa yana bir qatim suhbatda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Bu yerda Erkin Akram bilan doktor Erkin Akram bilan ertaga soat 6 da Vaqaba muloyiza programmamiz va inshaalloh shuningga nihoyat qimmatli muhim temalarda suhbat o'tkazamiz. Qatnashib ko'rib berishingizni umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.